Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa kimga uy proyektlari kerak bo'ladigan bo'lsa, lokatsiya tashlab bersangiz bo'ldi. Ana shu lokatsiyangizdan sizni bo'sh joyingizni aniqlab olib turib, bu bo'sh joyingizga chiroylab uy proyektini chizib beramiz. Hozir biz Namangan viloyat Chortoq tumani Oqterak mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan 6 supalik hovlimizga uy proyekt qilganmiz. Hozir sizlarga bevosita tanishtirib o'tamiz. Mana hozir ko'rib turibsiz, bozor boshidan chiqdik. Bu yog'i mana bu madaniyat markazlari. Hurmatli kuzatuvchilar, Oqterakda joylashgan Hazrat Ibn jome masjididan o'tyapmiz. Mana o'tganimizda ko'cha keladi, Omad ko'chasi. Mana shu joyga qilingan proyektimizni sizlarga qisqacha tanishtirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa proyektlarni qilib beramiz. Mana bu joyda mana kichkina ko'chamiz bor. Ko'chadan chiqqanimizda mana shu bo'sh joyga, ya'ni Olsuto joyiga biz o'zimizni ideyamiz bilan xudo xolasa proyekt tayyorladik. Mana bu proyekt. Mana hozir birinchi etajni tanishtirib o'tamiz. Mana bu dorixonadan kelish, mehmonxona, bundan tashqari yana bitta xonamiz. Tashqi koridor, bu yoqda samozel joylashgan. Mana tomon ayollar yuradigan joydir. Kichkina darvoza, katta darvoza. Endi mana bu joyda o'choqlarni qursangiz ham bo'laveradi. Endi asosiy binoga o'tamiz. Asosiy binoga o'tganim juda katta hol bo'ladi. Undan tashqari mana bu joy koridor, ikki tomon. Mana bu joy oshxona qilsangiz bo'ladi. Mana bu joy samozel. Samozel mana bu joyda yotoqxonamiz joylashgan. Bu joy juda ham katta, chiroyli mehmonxona qilsangiz ham bo'laveradi. Men kelgan mehmonlarga. Bu tomoni ham bolalar yotoqxonasi, bu tomoni ham yosh kattalarimiz uchun yoki bo'lmasam bir mehmonlarimiz uchun mehmonxona qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Bu joydan ikkinchi etajga chiqadigan joyimiz. Hozir sizlarga 3D Max ilovasida sizlarga tayyor bo'lgan holatini ham ko'rsatib beramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Hozirgi joyi bitayotgan holatida ko'rsatib beramiz. Bu tomondan erkaklar chiqadi, bu tomondan ayollar chiqadi. Bir-biriga xalaqit qilmagan holatda o'tiraveradi, juda ham chiroyli holatda. Mana bu joy birinchi etaj, ikkinchi etaj. Juda ham katta mehmonxonamiz. O'sha hol juda ham chiroyli joylashgan, oynali bo'ladi. Mazza qilib o'tiradi. Tom mansab bilan bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi etaj tom hisobida chiqib ketadi. Unaqa juda ham katta baland imorat bo'lmaydi-yu, pastdagina ikki etajli imorat bo'ladi bu joyda. Mana bu joyga keladigan bo'lsak, mana boya aytib o'tganimizdek, kichkina darvozaxona, ya'ni ayollar yuradigan yo'lakchalar, boshqalar joylashtirilgan. 3D Max'ga o'tamiz yana bir. 3D Max'ga o'tganimizda mana hozir haligi ko'rsatib bergan uylarimizni yanada tayyorlab harakatda bo'lib turibmiz. Kimga mana shunaqa uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali yoki bo'lmasam telefon raqam qoldiraman telefon raqami orqali aloqaga chiqib zakaz bersangiz, ko'chadan ko'ra arzon narxlarda qilib chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa davlat standarti, ya'ni kadastrga o'tadigan qilib tayyorlab beramiz hujjatlarni. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Biz kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu quriladigan uylarimiz Allohning baytini ko'rib keladigan hojxonalar bo'lishini Allohdan so'raymiz. Sog'lik salomatlik tilaymiz. Biz kuzatishda davom etinglar. Rahmat.